Hammaga salom yana. Xitoy platformasi Pinduoduo saytidan kelgan yangi tovarlarni sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Juda ham qattiq o'rashibdi, olishim qiyin bo'lib ketyapti. Bu gal unaqangi ko'p narsa zakaz qilmaganman. Melichi narsalar ko'pi arzimagan pulga tushdi. Endi ko'rayotgan barcha narsalaringiz narxlarini so'mga o'girib, tepaga yozib o'tib ketaman. Birinchi narsamiz bu durli remen, oldida guli ham bor. To'nog'ichga qilingan oppoq chiroyli modniy gul. Coco Chanel stilida. Bu remen menga shu summaga tushdi, tepada yozilgan summaga. Keyingi narsamiz bu telefonga ulanadigan chiroq. Videolarim yarga tushish uchun zakaz qildim. Bu ham qimmat summaga tushmadi. Orqasida kichkinagina knopkasi bor, zaryadka bilan ishlaydi, 3 xil yoritadi. Shu sim orqali zaryadkasi to'ldiriladi. Keyingi zakaz qilgan narsam bu nabor naskilar yosh bola mladenitslar uchun. 0 dan 1 yoshgacha, 6 oygacha shunaqa edi. Bu nabor ichida 6 xil nasochkalar bor. Rangini ko'k qilib oldim, o'g'il bola bo'lgani uchun. Ichi qalin, qishda kiyishga mo'ljallangan. Bitta naski olgandan ko'ra shunaqa nabor naski olgan yaxshi, ekonom ham. Ichida 6 ta bola maza qilib almashtirib kiyaveradi. Keyingi narsam bu ayollar vodolaskasi gipyurli rozoviy rangda tanladim. Bu vodolaskani razmerlari yo'q ekan, hammasi standart bir xil. Durkurroq ayollarga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Shunaqangi nejniy gipyurdan ishlangan. Va oxirgi narsam kartina panomeram, yopishtiradigan almazli mozaikani o'rniga kraskani raqamlari bo'yicha bo'yaydigandan oldim. Oldin ham shunaqa narsa olgandim, lekin kачествоsi juda ham yomon edi. Bu gal kelganini kачествоsi ko'rinib turibdi, yaxshi, ham paketda korobkalarda himoyalanib keldi. 29 ta rangi ishlatishibdi. Ichida kistichkalari